4 metrli mangal nima deyapti? Chiroyli qilib obzorni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shashlikni pishirishda, mangalni qilishni kutib turgan hammaga assalomu alaykum deymiz. Ko'rayotganlaringdek 4 metrga uzunligi, endi bo'yini ta'kidlash shart emas. Bo'yini endi ko'rib turibsizlar. Jasad kichkina emas, jasad hali vodiydagi vohaniki emas, faqat shu Olmaliqdagida ko'ryapsizlar. 4 metrga ichkari holati 22 sm bo'lgan mangalimiz. Endi bunisini chiroyli qilib dimoxodlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda yaqinroq topkani ko'ryapsizlar. Mana shu bemalol cho'g'ni tayyorlab, bitta tayyor bo'lgan cho'g'larni mana shu yoyib, yoyilgan cho'g' joylariga nechta sig'adi shashligimiz, qanaqa nimalardan foydalansak bo'ladi. Mana shu yerda ko'rayotganlaring joyiga kamida 60 ta shashlik sig'adi. Endi bu joyda bitkazishimizga necha kun vaqt ketdi, qanaqa bo'ldi, rasxod xizmat haqlari qanaqa bo'ldi, shular batafsil yozishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda qiziqayotganlarga narx-navosi, narxini gapiring usta. Necha kun vaqt ketdi, narxi qanaqa bo'ldi, shular juda ko'pchilik qiziqadi. Narxi bo'ladigani 12 million so'm emas, 10 million so'm emas, 8 million so'm gaplashganmiz. Ko'rayotganlaringdek bitta o'rtada stoyka, tagida endi ko'mir deb hisoblasalaring, ko'mirdan farqimiz yo'q. Chiroyli qilib mana shu sig'dirib olsalar bo'ladigan holat bor. Birinchi romkamiz. Va ikkinchisi, hozirda ahamiyat bermaymiz. Ish vaqti, ya'ni obed vaqti shunaqa to'polon bo'lib turadi. Razmer tushuntirdik. 8 million so'mga qurib bitkazilgan 4 metrlik mangalimiz nima deyapti? Mana shuni chiroyli qilib izohda qoldiraverasizlar. Bizda ham bo'layotgan kamchiliklar, nuqsonlarimiz bo'lsa, bemalol yozaverasizlar kommentariyada. Birinchi o'rinda shuncha gapni gapirib qo'ydim. Endi uni qizil yurakchan tirsat bosib qo'ysalaring juda ham chiroyli ish bo'ladi. Ko'rayotganlaringdek kafelimiz oddiy Toshkent keramogranit 120 ga 60. Asosiy mana qora lentichkalar, hech qanaqa bir mramorniy yo'q qanaqadir tabiiy tosh emas. Bular keramogranit emas, o'zimiz Toshkentda ishlab chiqarilgan. Bu endi naborlarni chiroyli qilib bir hafta mobaynida shuni bitkazishga harakat qildik. Kechasimi, ertalabmi, obedmi, sovuq, qizig'i yo'q, qanaqa bo'lsa ham. Endi shunchasini ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib bu tomonda dimoxodga bitta nazar solamiz, chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu ko'rayotganlaring dimoxodimiz bo'ladi. Mana shu joydan shundoq chiqib dimoxodimiz tepaga borgan. Mana dimoxod. Ichida bir qanaqadir jihoz yo'q, ventilyatsionni motor yo'q. O'zi shundoq ham tortib chiqib ketaveradi. Ko'ryapsizlar? Endi xizmatlarimiz qanaqa bo'ladi? Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Endi narx-navosi 8 million ekan, necha qimmatroq ekan degan hamyurtlarga chiroyli qilib eslatib qo'yamiz. Hamyurtlar bu narsada qimmatli degan narsa bo'lmaydi. Sababi mandaqa cho'g'larni tayyorlab, shashliklarni pishirib, xalq uchun xizmat qiladigan mangalni bitkazishni o'zi oson narsa emas-da. Shuning uchun chiroyli qilib like bosib qo'ysalaring, YouTube kanalimiz yangi, rivoj uchun like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga shuni qattiq iltimos qilib qolamiz. Ko'ryapsizlar? Endi sizlar qanchalik bizni podдержка qilsalaring, bizga shunchalik yordam bo'ladi. Ko'rayotganlaringdek, mana kepasi bu yolg'on narsa emas. Razmer 450 lik turbada chiqib ketgan. Shuncha narsani tutunib tortib ketish uchun. Xudo xolasa ishlar bitkazdik. Mana shunday shashliklarni yeyish uchun kelaverasizlar. Manzilimiz Olmaliq, Oydin bozor, Parkent shashlik markazi. Ko'rayotganlaringdek chiroyli qilib ishlarimizni yakunlab bitkazib berganmiz. Voy buni hidi nima deyapti? Hidi kelaveringlar deyapti-da. Xudo xolasa endi keyingi obyektlarimizni chiroyli qilib bitkazib chiqarish harakat qilamiz. Kuzatishda to'xtamanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Tekin, teppa-tekin. Sizlar hech qanaqa jarima ham yo'q, qanaqadir haypsan kelmaydi. Like bosib, ha? Eng zo'rini aytamiz, eng zo'rini. Bundan zo'rini ko'rish maqsadi bo'lsalaring, o'sha hozir aytdim-ku, obunani sekingina bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Operator, chiroyli qilib bitta ko'rsatib yuboring.